Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan biza ABK Game. Kim u desanglar, men o'zimga yangi ot qo'ydim. Mana ABK Game. Bugun biza Minecraftda qishloq topish bo'yicha shug'ullanamiz. Mana Ignite'ni bosamiz. Bu yerdan Navtimirni bosamiz. Keyin bu yerdan Vijvanya degani bu jonli, kreativ degani bu hammasi cheksiz, jonsiz degani. Bularni tanlaganingizdan keyin buni Sizdatmirni bosmaysiz. Buni men Vijvanya emas, kreativ emas, Vijvanya qildim. Endi mana bu Dovtilet nomini bosamiz. Zada metga yozamiz. Qo'rqinchli qishloq deb yozamiz. Nega desanglar, qishloq bu qo'rqinchli emas, oddiy nom shunaqa. Xuddi mana shu joyga yozamiz. Keyin bu yerdan tekst joy yoki shunga o'xshash narsani bu yerdan Vijvanya qilib qo'yganman. Sizdatmirni bosasizlar. Keyin qarasanglar, yoninglarda qishloq. Men jonli qilganim uchun bu yerda hamma narsa jonli bo'ladi. Cheksiz bo'lmaydi. Kontr tog'a qalaysiz? Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Ha, yaxshi, bratanim. Yaxshi bo'lsa zo'r-ku, Kontr tog'a. Nima narsa? Nega uryapsan? Avtomatim bor. Mana avtomating bo'lsa, boqaling, Kontr tog'a. Akalar, endi biza tekst joy qilishni qilamiz. Tekst joy. Bu yerdan chiqib ketish uchun buni bosamiz. Endi yana Ignite Navtimirni bossak, Vijvanya emas, kreativ qilamiz endi. Boyagi joyni bosasizlarda, mana unaqa bu yoqda boya shunaqa turuvdi. Endi bu yoqqa o'tkazasizlar buni, mana unga. Sizdatmirni bossanglar, tekst joy paydo bo'ladi. Ko'ryapsizlar, tekst joy bo'ldi. Mana. Ko'rayotganinglardek hamma narsa VIP. Bugun sizlar bilan yana biza bor. Sizlar bilan bugun biza ABK Gaming bo'ldik. ABK Game bo'ldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling meni qadrli obunachilarim.